Hop, hammaga assalomu alaykum. Ismim Aslbek. Trading sohasida Forex yo'nalishida 3 yildan beri, Xudo xohlasa 2026-yil 3 yil bo'ladi. Salkam 3 yildan beri shug'ullanaman, savdo qilaman. Hozir bir daqiqa. Meni qani akkauntim? Nega o'zimiz ketdik endi? Xo'sh, bugun birinchi videomiz bolalar. Ukalar, yaxshilar o'rnashib tradingga qiziqib yurganlar. Forex kiyimda bo'lmasa qiziqib videolar ko'ryapsizlar. YouTube'da video ko'p-da. Video shunaqa ko'payib ketgan, hozir o'rganish imkoniyatlari katta, lekin kimdirlar tushuntira oladi, kimdirlar tushuntira olmaydi. Bu birinchi videomiz, kamchiliklar bo'lsa kechirasizlar. Oldindan uzr so'raymiz. Jaydari qilib, cho'tki qilib tushuntirib beraman, xudo xolasa. Darsliklar qo'yib boramiz, etap-etap inshaalloh o'rganib olasizlar. Xo'p. Bizda bugungi birinchi darsligimiz tradingga kirish. Trading nima o'zi? Forex qanaqa yo'nalishlar bor? Men yo'nalishlarni aytib o'tirmayman. O'zimiz ishlaydigan, o'zimiz aqlimiz yetadigan Forex haqida tushuncha berishga harakat qilaman. Trading o'zi nima? Trading o'zi nima? Trading o'zi nima? Trading bu trading degani olish, sotish. Masalan, bozorga kirib, bozorlik qilasiz, shunaqa narsa. Olish, sotish. Trading degani. Bozorlik qilish degan gap. Hali savdo sotiq deyiladi, tijorat deyiladi. Endi biz tilda tijorat. Xo'p, tradingda nechta yo'nalishlar bor? Trading yo'nalishlarini gapirib o'tirmayman, o'zimiz shug'ullanadigan, o'zimiz aqlimiz yetadigan yo'nalishi Forex yo'nalishi. Forexda eng yirik оборотdan Forexda bo'ladi, pul aylanmasi ham. Va Forexda traderlar ham ko'p, Forex traderlar chamaligi. Aksiyalarda, Bitcoin, kriptovalyutalarda ishlaydiganlardan ko'ra shu Forexda Forexda traderlar ko'proq. Trade qiladiganlar. Xo'p. Nimaga unaqa desanglar, bu yerda taniqligi ko'proq Forexda, pul aylanmasi ko'proq, bozor volatilniyasi balandroq. Endi bizda ko'proq pulga qiziqish ko'proq, tezroq foyda qilsam, bozor yaxshiroq yuraversa deyishadi. Shuni hisobiga ko'pchilik Forex tanlaydi. Endi spotlarda, kriptovalyutalarda ishlaydiganlar ham bor, lekin kam. Degan Forex bizda noqonuniylik joyi yo'q. Shuni hisobiga ham bemalol Forex ishlatadi. Masalan, kriptovalyuta mumkin emas bizda oldi-sotdi qilish. Mumkin emas. Eshitgan bo'lsanglar ham Notcoin degan narsalar chiqdi. Oldi-sotdi qilganlar, qamalgan, shtraf to'lagan, boshqa qilgan, nima bo'lsanglar bo'ladi. Ular ham kriptovalyuta yo'nalishiga kiradi.
Notcoin ham o'zi kriptovalyutadir. Bitcoin, Notcoin, Dogecoin deganlari chiqdi. Shular hammasi kriptovalyuta. Hop. Gapni ko'paytirmasdan, mavzudan chetlashmasdan tushuntirib bersam, forex yo'nalishi. Forex nima o'zi? Forexda nima oldi-sotdisi bo'ladi? Forex nima? Xo'sh. Forex nima? Forex Forex bu tradingdagi valyutalar bo'ladi, xalqaro valyutalar. Masalan, Amerikani dollari, USD, o'zimiz ishlatadigan oddiy dollar bor-ku, ana shu dollarga qiyoslangan varianti. Bizda dollar kurslar bor bilsanglar. Jaydar qilib sizlarga tushuntiryapman. Dollar kurslar oldi-sotdi qiladi, hali o'rtasidagi farqdan foyda qiladi ular. Dollar tushishidan ham, chiqishidan ham foyda qiladi. Masalan, 11.400 so'mdan dollarda olib turib, sizlarga 11.500 so'mdan sotishi mumkin, yoki 11.410 so'mdan sotishi mumkin, 420 so'mdan sotishi mumkin. Shunaqa narsa. Bizda ham xuddi shunaqa arzonroq olib turib, qimmatroq sotamiz. Hop, buni ham yozib qo'yamiz. Arzonroq olib, qimmatroq sotish. Oddiy shu bo'lsa. Shunaqa narsa. Endi logikasini tushuntiryapman sizlarga. Arzonroq olasizlar, qimmatroq sotasizlar. Shunaqa narsa. Bizda endi Forexda ko'proq endi hamma ham bilsa kerak. Ko'proq rivojlangan narsa bu tilla. How USD tillani, har xil tillani dollarga qiyoslangan variant How USD deyiladi. Ko'proq rivojlangan bizda. Tillani masalan qimmatroq olib turib, arzonroq sotishingiz mumkin. Yo bo'lmasa qimmatroq joydan sotishingiz mumkin. Shunaqa. Buy sell deb qo'yadi uni. Buy nima, sell nima, endi buni ingliz tilini biladiganlar yaxshi bildi o'zi. Qanaqaligini sizlarga ssenariy yozmasdan jaydaricha o'zimdan kelib chiqib, o'zimni bilimimdan kelib chiqib tushuntiryapman. Shunaqa narsa. Xudo xohlasa ssenariylar yozib, professionalniy qilib videolar ham olamiz. Lekin boshiga shunaqa boshlanishida hammaniki ham oddiyroq bo'ladi. Daraxt oldin ko'chatga o'xshab kichkina bo'lgan. Keyin daraxt bo'lgan, keyin terak bo'lgan. Shunaqa. Xo'p, trading o'zi nima? Trading bu oldi-sotdi, birja nima? Birja dunyodagi pul aylanmalari 80% birjada turadi. Birjada nima bo'ladi? Общий dunyoda nechta bank bo'lsa, hammasini oylik, kunlik, yillik оборотлari, hisobotlari topshiriladigan joy birja bo'ladi. Aksiyalar, yirik kompaniyalarda aksiyalari bo'ladi bu yerda. Bo'lmasa har xil davlatlarda pul birliklari aylanadigan joylar, tushishi, chiqishi, buni ekonomikaga qiziqadiganlar juda yaxshi biladi nimani gapirayotganimni. Xo'p. Trading o'zi nima? Tradingni tushunib oldik. Forexni ham tushunib oldik. Forexda turli davlatlarda pul birliklari yoki tilla, kumushlar, neftlar shularni oldi-sotdisi bo'ladigan yo'nalish joy Forex deyiladi. Forexda logikasini ham tushunib oldik. Arzonroq olib, qimmatroqqa sotamiz. Shunaqa. Xo'p. Endi qanday savdo qilsak bo'ladi? Masalan, shu oldik, o qimmatroq, arzonroq olib, qimmatroq sotamiz ekan. Bu teskarisi o'zimiz tilimizdan kelib chiqqan holatda. Endi qanday savdo qilamiz? Qaysi instrumentlarni ishlatib, nimalarni savdo qilamiz? Endi bular videoda ko'rsatib boraman etap-etap. Xo'p. Biz ko'proq ishlatadigan paramiz, para deb qo'yadi. Birlik. How USD. Men o'zi ko'proq ishlatadiganim tilla.
Bu yerda oltinni grafiki, dollarga taqqoslashgan varianti. HOW USD. HOW oltin, USD dollar. Amerikani dollari, Amerikani pul birligi. Shunaqa. Bu grafik deyiladi. Nima deyotganlarga bu grafik, o'zi bilsanglar ham kerak. Programmaning nomi TradingView. Grafikda bozor ko'riladi, tahlil qilinadi. O'sha chiziqlarga va shamlarga qarab turib, sizlar tahlil qilishni o'rganasizlar, tahlil qilasizlar. Bo'lmasa yangiliklar bo'ladi. Amerika bozori chiqadigan kunlar, sessiyalar, qaysi kuni bozor ishlaydi, ishlamaydi. Shuni ham sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, bozorda 5 kun ish vaqti. Bozor 5 kun ishlaydi. Bozor 5 kun ishlaydi. Haftada 7 kun bo'lsa 5 kun bozor ishlaydi. 2 kun ya'ni shanba va yakshanba kunlari bozor dam oladi. Bozor dam oladi. Oddiy misol, bankka borsanglar ham shanba yakshanba dam bo'ladi-yu. Shunaqa narsa. Shanba yakshanba kuni bankka borsanglar beki bo'ladi. Masalan, operatsiyalar bo'lsa, bankda ishinglar bo'lsa, borsanglar beki bo'ladi. Dushanba qoladi kuninglar, iloji kutasizlar. Xuddi shunaqa bozorda ham banklar dam olishini hisobiga, u bitta bizda emas, masalan, O'zbekistonda emas, bo'lmasa boshqa davlatda emas. Hamma joyda shunaqa. Shanba yakshanba kuni oddix bo'ladi damlarga, shuni hisobiga bozor ishlamaydi. Market makerlar bo'ladimi, banklar bo'ladimi, endi tushunmasinglar mumkin. Men nima deyapman, bu nima deyapti, u o'tirib oladi deyishinglar mumkin. Lekin xudo xolasa vaqti bilan tushunib olasizlar. Bozor market makerlari, bankirlar, bank hammasi dam olgani hisobiga birja ham dam oladi. Mana bugun ham xudo xohlasa yakshanba tuni soat 20 dan 9 minut o'tibdi. Mana bozor dam. Grafikni ko'rsanglar yurmayapti umuman. Mana qatiga. Shunaqa narsa. Bank ishlamadimi, значит birja ham ishlamaydi. Shunaqa. Tushunib oldinglar buni ham. 5 kun ishlaydi. Dushanbadan jumagacha 2 kun shanba va yakshanba kunlari dam oladi. Xo'p. Yana nima qoldi? Bozor qaysi kun ishlashini tushunib oldinglar. Xo'p, qaysi instrumentlarda biz trade qilamiz, qayerda analiz qilamiz. Ularni xudo xolasa keyingi videolarda aytib o'tamiz. Hozircha birinchi videomiz shundan iborat. Bozor necha kun ishlaydi, trading o'zi nima? Kirish darsi bo'ldi. Endi hozir birinchi darsni eshitmay tushunmaysizlar. Ikkinchi, uchinchi darslardan xudo xolasa inshaalloh bo'lib darslarda o'tamiz. Harakat qilamiz sizlarga joylaricha tushuntirishga, endi kitob yig'masdan yelarga qo'yishga harakat qilamiz inshaalloh. Hammanglarga rahmat. Joninglar omon bo'lsin. Charchamanglar, harakatdan to'xtamanglar.